Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa bizda noyabr oylari uchun qabullar davom etyapti. Xudo xohlasa bormoqchi bo'lganlar, bu muborak safarga boraman deb niyat qilib turganlar uchun xudo xohlasa narxlarimiz juda ham chiroyli holatda. Reyslarimiz standart plus paket bo'yicha bo'ladi. 14 kunlik xudo xohlasa reyslarimiz Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent va Surxondaryodan, Termiz shahridan bor. Ularning kunlari bilan tanishtirib o'taman. Toshkent shahridan xudo xolisa deyarli har kun reyslarimiz bor. Toshkent, Jidda va Toshkent, Madina yo'nalishlarida. Endi Farg'ona shahridan 1-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 8-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi, 15-chi, 17-chi, 18-chi, 19-chi, 22-chi, 24, 25, 26 va 29 noyabr sanalariga Farg'ona, Jidda, Farg'ona va Farg'ona, Madina, Farg'ona yo'nalishimiz bor. Namangan shahridan 5-chi, 6-chi, 7-chiga, 12, 13, 14 ga, 19, 20, 21, 26, 27 va 28 noyabr sanalariga Namangan, Jidda, Namangan, Namangan, Madina, Namangan yo'nalishimiz bor. Endi Andijon shahridan xudo xolasa yangilik bo'lgan 1-chi, 2-chi, 8-chi, 9-chi, 15-chi, 16-chi va 22-chi, 23-chi noyabr sanalariga Andijon, Jidda, Andijon va Andijon, Madina, Andijon yo'nalishlarimizda bor. Toshkent shahridan deyarli har kun reyslarimiz bor. Surxondaryoni Termiz shahridan Termiz, Jidda, Termiz yo'nalishida 9-chi, 16-chi, 23-chi va 30-chi noyabr sanalariga reyslarimiz bor. Reyslarimiz standart plus paket 14 kunni o'z ichiga oladi. Buni ichida 3 kun Madina va 11 kun Makka shaharlarida ziyorat sayohatlar bor. Xudo xolisa mehmonxona masofalari Madinada 200 metr. Oziq-ovqatlari o'zbek milliy taomlari 1-chi va 2-chi beriladi. Obedi ujini bor. Madina shahrida nonushtamiz yo'q. Makka shahrida 3 mahal 1-chi, 2-chi ovqatlarimiz bor. Xudo xolasa ular ham o'zbek milliy taomlari. Mehmonxona masofasiga keladigan bo'lsak, Sama Al-Misk mehmonxonasi 800 metrda, Mira Ravdah mehmonxonasi 1 kilometr 200 da va 3-chi mehmonxonamiz bor. U 1 kilometr 800 metrda, uni yaqinda oldik xudo xolasa. Ekrandagi telefon raqamga murojaat qilishlaringiz mumkin. Telegramimiz, WhatsAppimiz ishlab turibdi. Bizni xudo xolasa kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz ham biladi. Bizdan borayotgan xudo xolasa hamma ziyoratchilarimiz mamnun holatda qaytib kelishyapti va o'zlaridan keyin yana boshqa insonlarga tavsiya berishyapti. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Narxlarga keladigan bo'lsak, Toshkent shahridan Toshkent Jidda yo'nalishi $965 dan, Toshkent Madina yo'nalishi $975 dan. Farg'ona, Andijon, Namangan shaharlaridan barcha reyslarimiz Madinaga ham, Jidda shahriga ham bo'lgan hamma reyslarimiz narxi $995 dan qilib belgilaganmiz. Albatta bu narxlarda skidkamiz bor. Biz ketayotgan ziyoratchilarimiz uchun hammalariga skidkalarni qilib, ularni mamnun holatda jo'natyapmiz. 50 bosh xizmati albatta Toshkent shahridan ham, vodiydan ham va boshqa joylardan ham xudo xolasa o'zimizdan boshlanadi. Endi Surxondaryoning Termiz shahriga keladigan bo'lsak, Termizdan aytib o'tganimdek 9, 16, 23 va 30-chiga bor. Uni narxi $1100 dan qilib belgilab qo'yganmiz. Xudo xolasa murojaat qilishlaring mumkin. Qanaqa qiziqtirgan savollaring bo'lsa, qo'shimcha bir qanaqadir yana savollar tug'ilsa, ekrandagi telefon raqamga murojaat qilsalaring, ishlaringiz sifatli va albatta chiroyli holatda bitkazib beramiz. Bizdan borib kelib albatta mamnun bo'lasizlar. Mana o'zlaringizdan ko'ryapsizlar, narxlari juda chiroyli. $1000 ga Vodiy ham, Toshkent ham yetib bormaydi. Endi Surxondaryoni masofasi uzoqligi uchun, biletlari qimmatligi uchun narxi qimmat chiqqan. 1100. Boshqalar $1200, $1250 sotishyapti. Xudo xolasa bizda insof sari baraka degan albatta shiorimiz bor. Xudo xolasa ekrandagi telefon raqamga murojaat qilinglar. Ishlaringizni chiroyli va sifatli bitkazib, maza qilib borib 14 kun ziyorat sayohatlarni qilib kelasizlar. Standart plus paketimizga hamma narsa kiritib qo'yilgan. Makka shahrida Qizil dengiz sayohati, Makka bo'ylab ekskursiyalar, yaqin 100 yillikdagi Saudiya Arabistoni tarixi, Madina shahrida Madina ziyoratlari, Uhud tog'i, Qubo masjid, Qiblatayn masjid, Xurmo bog'lari va albatta Ravza-i Muborak kiritib qo'yilgan. Ochiq bo'lsa Qur'on bosmaxonasigacha albatta 50 boshlarimiz olib borishadi. Xudo xolasa oziq-ovqatini so'raganlar uchun oziq-ovqatdan hech qanaqa muammosi yo'q. Baribir bo'sh qop tika turmaydi deydi ko'pchilik. Borgandan keyin ibodat albatta quvvat talab qiladi. Ibodatda quvvat talab qilgandan keyin yaxshi taomlanish kerak. Xudo xolasa hamma narsasi joy-joyida, hech narsadan kamchiligimiz yo'q. Reyslarimiz to'g'ridan to'g'ri. Qanaqadir perisatkalik Toshkent, Baku yoki Toshkent, Sharja unaqa emas.
to'g'ridan to'g'ri 14 kunlik reyslarni o'z ichiga oladi. Xudo xolasa murojaat qilinglar, ishlaringizni sifatli va chiroyli qilib bitkazib beramiz. Hammalaringga sog'lik va salomatlik tilaymiz.